Sizga siz haqingizdagi ikkita aniq faktni aytaman. Birinchisi yomon, ikkinchisi yaxshi. Yomoni siz qo'rqoqsiz. Ha, sizning ajdodlaringiz ham qo'rqoq bo'lishgan. Yaxshisi, evolyutsiya jarayonida siz va ota-bobolaringiz yo'q bo'lib ketishmagani baringiz aqlli inson ekanligingizning yaqqol isbotidir. Xo'sh, nimaga asoslanib bunday deyapman? Buning isbotini albatta video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa boshqa mavzuga e'tiboringizni qaratib turmoqchiman. O'ylab ko'ring. Bugungi kunga qadar siz erishgan barcha g'alabalar va barcha mag'lubiyatlar o'zaro bog'liqmi? Ha, siz his qilgan eng yaxshi xursandchilik emotsiyalaridan tortib, siz tuygan barcha yomon hislarning bari o'zaro bog'liq. Va bularni barchasini bog'lab turuvchi, hamma muammolaringizni ham birdaniga bog'lab turuvchi asosiy omil bu sizning ongingiz. Hozirgi kunga qadar sizda qiynagan barcha savollarning javobi ham mana shu yerda. Xo'sh, o'zingizni ongingizdan to'liq foydalanishingiz uchun sizga nima yordam bera oladi? Aniq fan, psixologiya. Xo'sh, psixologiyani o'rganish menga nimaga kerak demoqchimisiz? Inson asrlar davomida o'zini anglar ekan, unda rivojlanish bo'ladi. Aynan siz ham psixologiya yordamida o'zingizni anglaydigan bo'lsangiz, sizda ham rivojlanish bo'lishi aniq fakt. Ha, men buni 100% ishonch bilan ayta olaman. Xo'sh, barchamiz bilgan bu psixologiya o'zi qayerdan boshlangan? Nimadan o'rganishni boshlash kerak-ku, nimani o'rgansak biz o'zimizni to'liq anglay olamiz? Kitoblardanmi? Yoki o'sha Sigmund Freudni ishlarini o'rganishdanmi yoki Carl Gustav Jungning ishlarini o'rganishdanmi? Yo'q. Psixologiya nimadan boshlangani asli juda ham oddiy javobga ega. Bu insonning o'zidan boshlangani haqidagi aniq ma'lumotdir. Insonning o'zidan, g'or odamlaridan boshlangan psixologiya. Va bu psixologiyani siz birinchi ustozini juda yaxshi taniysiz. Siz u bilan juda ko'p marotaba ko'rishgansiz. Psixologiyaning birinchi ustozi bu qo'rquv. Xo'sh, bu videoda siz nimalarni o'rganasiz? Psixologiya tirik qolish ilmi ekanligini, qo'rquv bizni o'ylashga majbur qilganini, psixologiya faqat kitobiy ilm emas, u tug'ma qobiliyat ekanligini va u barchada, hattoki sizda ham borligini, g'or davridan beri odamlarning ruhiy olami qanday o'zgarganini, o'z hayotiga tatbiq qilinadigan chuqur bilimlarni o'rganib bilib olasiz. Va hattoki psixologiya sizni davolashi mumkinligini ham bilib olasiz. Psixologiyada bunga alohida yo'nalish ham bor. Bu psixosomatika. Lekin bu haqda biz keyingi videolarda batafsil gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Hozir esa birinchi psixolog, ya'ni g'or odamga murojaat qilamiz. Tasavvur qiling, 50 ming yil avval g'or odamlari boshqa insonlarni o'rganishni boshlagan va bu ularga tirik qolishida yordam bergan. Kim qo'rqyapti? Kimning jahli chiqyapti? Kim xavfni sezyapti? Va kim xavf tug'diryapti? Qaysi hayvon yaqinlashyapti? U yuzdagi ifodani o'qishni o'rganadi. Qanday ohangda gapirayotgan inson xavfliroq bo'lishi yoki qanday gapirayotgan inson xavfsiz, yaxshi niyatlar bilan gapirayotganini yoki kim tahdid qilayotganini yuz ifodasi tovushlarda aniqlashni o'rganishni boshlaydi. Bu albatta to'liq ilm emas, lekin birinchi psixologik ko'nikma. Bu ko'nikma hozirgi kunda sizda ham bor. Inson tushungan birinchi haqiqat shunday bo'lgan: agar men insonlar qanday holatda ekanliklarini tushunsam va anglasam, men tirik qolaman. Ha, siz o'zingiz bilmagan holatda ham bu bilimdan avtomatik ravishda foydalangansiz. Eslab ko'ring, 1-2, 3 sinflarda siz nimaga qarab fikrlagansiz? O'qituvchining jahli chiqqan, demak menga hozir nimadir yomon bo'ladi. Darsni tezroq tayyorlashim kerak. Yoki ota-onangizni jahli chiqqanligini avtomatik ravishda analiz qilgansiz va bu sizda yo'q bilimdan avtomatik ravishda ishlashni boshlagan. Nimaga? Chunki bilimlar genetik tarzda avloddan avlodga o'tish qobiliyatiga ham ega. Ana endi esa keling sizni dunyodagi birinchi psixoterapiya va bu terapiyalarni o'tkazgan birinchi psixologlar bilan tanishtirsam. Ular ham bo'lsa shamanlar va tabiblar. Ha,
Siz qaysidir filmlardan yoki teleko'rsatuvlardan shamanlar va tabiblar haqida ma'lumotga egasiz. Ular qandaydir bir g'alati harakatlarni amalga oshirib, nimalarnidir hal qilishgan, go'yoki ruhlar bilan gaplashishgan va o'sha paytlar bu qandaydir bir yordam ham bergan. Keling, ular nimalarni amalga oshirganini bir eslab ko'raylik. Shamanlarning buyrug'iga ko'ra odamlar harakatlanishgan. Holatida qandaydir bir tovushlar chiqarib nafas olishgan va bu harakatlarning barida ma'no bo'lgan. Hattoki shaman kimningdir yelkasiga qo'lini qo'yib tinchlantirishda ham ma'no bor. Qo'shimcha ma'lumot, aynan yelkaga qo'l qo'yish insonni tinchlantirishi ham aniq fakt. Mavzuga qaytamiz. Hattoki shamanlar ham mana shunday kimningdir yelkasiga qo'lini qo'yishda ham ma'no bor. Chunki bu insonlarni tinchlantirgan va o'sha davrlardan boshlab platsebo effekti paydo bo'lgan. Platsebo effekti o'zi nima deysizmi? Bu hech qanday ish bermaydigan dorini insonga berib, unga foyda berishni ishontirish oqibatida insonda tuzalish paydo bo'lishi holatiga nisbatan aytiladigan ilmiy termin. Aynan shuning uchun ham qadimgi shamanlar insonlarni davolay olishiga hozirgi kunga qadar ko'pchilik ishonishadi va ekstrasenslar, bir folbinlarga hali hamon ishonch bor, chunki o'sha davrlardan buyon saqlanib qolgan effekt bu. Haqiqat shundaki, bu psixoterapiyaning eng qadimgi ko'rinishi va mana shu eng qadimgi ko'rinishi insonlarga o'zlarini anglashlarida yordam bera boshlagan. Ana endi esa insonning eng birinchi o'qituvchisi va psixologiyaning asosiga murojaat qilsak, ya'ni qo'rquvga. Aynan qadimgi odamlar qo'rqishni boshlaganligi sababli o'ylashni boshlagan. Miyamizda amigdala nuqtasi degan joy bor. Aynan bu joy tufayli inson qo'rqqanida miya o'chadi va unda avtomatik shakllangan harakatlar boshlanadi. Qochish kerak, berkinish kerak, qotish kerak. Qadimgi odam aynan qo'rquv orqali o'ylashni o'rgangan. Xavfni oldindan sezish, yo'l tanlash, strategiya qilish, guruh bo'lib yashash, hattoki tarixni eslash. Avval mana bunday bo'lgan edi, mana bundan keyin shuning uchun ham oldindan nimadir qilib qo'yishim kerak. Hozirning o'zida bizning ko'z oldimizda aniq formula paydo bo'ladi. Qo'rquv, o'ylash, xulosa qilish va tirik qolish. Mana shu formulaga asosan siz va ajdodlaringiz tirik qolishgan va fikrlay boshlashgan. Xo'sh, bu ilm, ya'ni psixologiya qayerda tug'ilgan? Kitoblarda emas, universitetlarda ham emas yoki yana qaysidir joylarda ham emas. Insonning ongining o'zida, chunki inson tirik qolish uchun fikrlashi majburiy bo'lgan. Aynan shu omillar insonni bugungi kunga qadar insonga, Homo sapiensga aylantira olgan va uning psixologik asoslari quyidagilar: kuzatish, qayg'urish, sezish, qo'rqish, ishonch. Qaysidir ma'noda mana shularning o'zi bizni insonlarga aylantirgan. Hozirgi holatdagi insonlarga. Va buning natijasi qanday bo'ldi deysizmi? Juda ham oddiy. Biz so'z boyligini oshirishni boshladik. Chunki qanchalar yaxshi so'zlardan foydalana olsak, insonni kayfiyatiga shunchalar yaxshi ta'sir qilishni boshladik. Biz ohangimizni boshqarishni o'rgandik. Chunki qanday ohangda gapirsangiz, insonlar sizga xuddi shunday muomala qilishlarini bilib oldingiz. Siz nafaqat insonlarni o'qishni, balki ularga o'zingizni o'qittirishni ham avtomatik ravishda shakllantirib bo'lgansiz va buni faqatgina hozircha anglamagan bo'lishingiz mumkin. Lekin siz avtomatik ravishda o'ylamasdan turib bajarayotgan barcha harakatlar psixologik nuqtai nazardan asoslanib bo'lingan va aynan shuning uchun ham bu muvaffaqiyatlar kaliti, bu qayg'urishlar kaliti. Chunki til bilyapsiz. Nima qilsangiz insonlar bilan yaxshiroq munosabatda bo'lishingizni bilyapsiz. Shuning oqibatida muvaffaqiyatlar ko'payib bormoqda yoki shularni qilmaganligingiz uchun mag'lubiyatlar ko'payib bormoqda. Xulosa shuki, psixologiya bu ilm emas, bu tirik qolish san'ati. Agar inson va umuman insoniyat bir-birini tushunmaganida, o'rganmaganida insoniyat tirik qolmas edi. Chunki ular o'zaro guruh bo'lib kuchayib ketishgan.
Bir-birini tushunishmaganda ular guruh bo'la olishmas edi. Bu oddiy haqiqat. Psixologiya siz bilan tug'ilgan, lekin siz bilan o'lmaydi. U shakllanishda davom etaveradi. Bu gaplarni bu bola qatdan otdi, o'zi o'ylab o'tirib, bundoq qarab topdimi desangiz, yo'q. Har bir aytilayotgan faktning aniq manbasi bor va isboti bor. Ular bilan siz izohlarda bemalol tanishishingiz mumkin va videorolik oxirida sizga savollarim bor. Ularga shunchaki javoblarni bir o'ylab ko'ring. Sizningcha insonni o'ylashga majbur qilgan birinchi tuyg'u qaysi bo'lgan? Agar o'zingizni qadimgi g'or odam o'rnida tasavvur qilsangiz, birinchi bo'lib nimadan qo'rqqan bo'lardingiz? Nima deb o'ylaysiz? Bizning hozirgi qo'rquvlarimiz ham eski zamondan qolganmi? Siz o'zingizda qaysi qadimgi psixologik ko'nikmani eng ko'p sezgansiz? Sizningcha bugungi qo'rquvlarimiz ham o'sha g'or davrining davomimi? Odamni tushunishi insoniyatni saqlab qoladimi yoki yo'qotadimi? Bu savollar sizni o'ylantirganiga ishonaman. Zero kim siz fikrlay oladigan insonlar to'ridansiz. Bejizga bu videorolikni tomosha qilmayapsiz, chunki siz rivojlanish uchun harakatni to'xtatganingiz yo'q hali. Shunday ekan, bu akkauntda hali ko'plab videoroliklar chiqadi. Obuna bo'lib, like tugmasi va kuzatish tugmalarini barchasini bosib qo'ying. Keyingi videorolikimizda biz yana bir asr oldinga surilamiz. Biz Misr davrida inson ongi qanchalar o'zgarganini birgalikda anglab bilib olamiz. Bu esa birinchi navbatda o'zimizning ongimiz rivojlanishiga yordam beradi. Va so'nggi savol. Siz qo'rqoq ekanligingizdan faxrlanasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.